ingliz tilini noldan gaplashgacha o'rganmoqchisiz yoki oldin ozgina o'rgangansiz, farqi yo'q. Agar siz Amerikada yoki Yevropada truck driver bo'lsangiz, truck haydaydigan bo'lsangiz yoki chet elda yashayotgan bo'lsangiz, boshqa eshitsangiz yoki siz ingliz tilini O'zbekistonda IELTS sifir uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, farqi yo'q. Nima maqsadda o'rganyapsiz? Taksistmisiz, shofyormisiz yoki quruvchimisiz, biznesmenmisiz? Unda sizga shu 0 dan 3 oyda degan onlayn kursim mos keladi. Nimaga? Bu 0 dan 3 oyda kursda siz faqat gaplashishni o'rganasiz. Nimani o'rganayotgansiz? Faqat gaplashishni o'rganasiz. Bu degani siz hech nimani yozib o'tirmaysiz, faqat gaplashishni 0 dan o'rgataman. Qarang, u qanaqa bo'ladi? U tayyor darslardan o'rganasiz. Misol uchun, siz kursni oldingiz deylik mendan. Kurs olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz, darslar chiqadi. 30 ta dars chiqadi. O'shani ketma-ketlikda birdan boshlab o'rganasiz. Harfdan, to'g'ri o'qishdan hammasini o'rgatamiz va to'g'ridan-to'g'ri 2-3 darsdan o'sha gaplashishni o'rganasiz. Gaplashishga o'tib ketamiz. Unaqa grammatikaga ko'p kirmaymiz yoki kerak emas narsalarni o'tib o'tirmaymiz. Eng asosiy muhim narsalarni olib o'rgatib, siz xohlagan kerakli narsalaringizni gapira oladigan qilamiz.